Assalomu alaykum. Sizlarga doimgidek yana bir pishiriq ko'rsatmoqchiman. Bizga kerak bo'ladi un, sut, yog', shakar, tuxum, kakao, mag'iz, kabartma tuzi va vanilin. 3 dona tuxum chaqib, sarig'i oqi bilan aralash soldim. So'ngra 1 stakan shakar solib ko'pirtirib oldim. Endi bunga 1 stakan yog' va 1 stakan sut qo'shaman. 1 stakan sut, 1 stakan yog', 1 choy qoshiq vanilin, 1 choy qoshiq kabartma tuzi qo'shib, yana aralashtirib olamiz. Uch bardak un solib olamiz. Uchinchi bardak to'lmasligi kerak, chunki ichi ko'plik qilib ketadi. Endi buni aralashtirib olamiz. Mana shunaqangi suyuqdek xamir chiqadi. Endi buni qolipga quyib olamiz. Xamirni yarmini aralashtirib, kakaoli yong'og'imizga qo'shib olamiz. Mana bu oq xamirimiz. Bunisi shokoladli xamirimiz. Ichida mag'izi, kakaosi bor va oq xamirdan qo'shilgan. Qolipga birinchi oq xamirimizni ustiga mana 150 darajaga 50 daqiqaga qo'yamiz. Mana keksimiz juda ham chiroyli shaklda chiqdi. Endi ichini ko'rsataman. Mana ichlari to'la mag'izli. Juda chiroyli pishdi. Yoqimli ishtaha, bu shaklda yopib olasiz.